Nashvatilar shirinja bosib, yozda qiyinchilikqa uchrab, ko'rinishlari shapki bo'lib, tanalari qarayib qoladi. Shunday muammolar bo'lib turgan bo'lsa, buning asosiy sababi yerikdagi shaptallardagidek oddiy shirinja emas. Buning shirinjasi hozirdan уже uyanishni boshlagan kapalaklari. Bu tanadagi soklarni shimib, o'zidan zahar ajratadi. Shu hisobidan sok chiqib boshlaydi. Endi hozir ko'payish tuxum qo'yish bosqichida bular. Bularga fevral oyidan boshlab 10 litr suvga 20 gram atrofida karate qo'shib so'yish kerak. Kurtak bo'rtishga yaqin, bu hozir 5-mart bo'lsa, yana 10 kun atrofida 10 kundan keyin kurtak bo'rtish keladi. Taxminan shu vaqtlari mayli preparatlar bilan xonadonlarga tavsiya hisobida uy sharoitida aqmaydan tayyorlash usulini o'rgatganman. Instagramda boshqa videolarni ko'rsangizlar bo'ladi. Avipron o'zimizda mag'itda to'g'laton, mag'it gullan sharoitida to'g'laton, zimavit bo'lishi mumkin. Undan boshqa yana boshqa mayli preparatlar bor. Shulardan buga qarshi 10 litr suvga 200-300 gram atrofida solinib, qo'shimchasini karate yabram nureldan 20 gram qo'shib so'yish kerak. Yaxshilab qoldirmay, keyin toza turish kerak. Shu ishlar qilingan bo'lsa, nashvatidan shirinjasiz, mazali, sifatli, suvli hosil olasiz. Bag'am uzoq yashaydi. Sababi shirinja bu hasharot o'zidan toksinlarni, zaharli moddalarni ishlab chiqarib zaharlaydi-da. Shuning hisobidan daraxt qurishi mumkin. Ayrim shoxlarida batamom qurimaydi lekin.